Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolisi bugun Corona render sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Bizni kirib olganimizdan keyin birinchi bo'lib o'ng tomonda mana shu to'rtburchakni configure bo'limiga o'tamiz. Oldingi videoda aytib o'tgan edim, layoutni ishlatishi buni ikkitalik qilib qo'yamiz. Sababi hozir bizga kamera kerak bo'ladi. Kamerani bir yoqqa qo'yamiz, bir yoqqa interaktiv renderni qo'yamiz xudo xolis. Hop, Alt W. Biz hozir kechiga xonani tizuvdik. To'rga 3 qilib, xuddi o'shani yana tizib olamiz. 400 ga 300 qilib editable spline ga o'tkazamiz. Biz devorni 30 qilib beramiz. Oldingi videoda aytib o'tgan edim, ichiga berib olsa -30 qilasizlar, o'shanda tashqariga beradi. Qarama-qarshi ishlaydi. Bo'ldi. Bunga extrude beramiz. Extrude'da 250 cm bo'yini. Biza convertive poly qilib cook slice'da kesib olamiz. Ikkini bosamiz. Ichini ham olib tepaga 210 cm beramiz. Cook slice'da yana bitta chizib olamiz. Eshikni o'zini turib x bo'ylab 90 cm eshikni 50 cm qochiramiz. Xudo xolisi buni yana bitta chizib olamiz cook slice'ni. Tanlab turib bu yoqqa bosamiz 90 qochiramiz devordan. O'shanda mana oldingi videoda aytganimdek bridge ishlatamiz. Bridge bo'ldi. Pastini delete qilib yuboramiz. Xudo xolisi xona tayyor. Bizi orqa tomondagini Ctrl bilan backspace bossak, xudo xolisi o'chadi. Bo'ldi. Endi render sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Render sozlamalarni birinchi o'rinda bizni kamera qo'yib olishimiz kerak. To'pdan qarash uchun T ni bosamiz. Topib olish uchun Z ni bosamiz. T, Z bo'ldi. Shunda hop, kamerani bosdik. Bizni o'zimiz kerakli joydan belgilab borasizlar. Misol uchun orqadan oldiga emas, nabarot kamera qayerdan olmoqchi bo'lsanglar, o'shatdan obyektivlarga qarab kamerani olib ketasizlar. Mana mashitdan olmoqchiman men. Mashitdan olmoqchi bo'lganim uchun mashitni bosaman, bosib turasizlar, bosib turib olib borasizlar. Bosib turib olib borasizlar mana. Ketdi. Bosib turib olib borasizlar. Bo'ldi. Mishkani o'ng tomonni bossanglar, funksiya o'chadi. Mishkani o'ng tomonni bitta bosaman mana, funksiya o'chdi xudo xolisi. Bo'ldi. Endi buni tekisligiga ahamiyat berasizlar. Tekislikni bitta mana shu kubikchani bosasizlar, leftdan qaraysizlar. Buni magnitni yoqasizlar. Bundoq ko'tarib, bundoq olib kelsanglar, o'zi mana shunaqa Y shaklida bo'lib, to'g'ri bo'ladi. Bo'ldi. Buni mana buni bosasizlar. Qaranglar, keyin bundoq tanlaysizlar. Mana bu bo'limda bizda sozlamalar mavjud. Kameraning o'zining sozlamalari mana chiqib qoladi. Nimani hisobiga chiqmay qoladi? Chunki mana bu kubikimiz turgani uchun. Agar kubikimizni o'chirib qo'ysak, mana shu kamerani o'zida qolsa, xudo xolisi bu yoqda sozlamalarimiz chiqadi mana. Altni bossanglar, orqaga qaytaradi, Ctrl qo'shib beradi, mana qo'shib beryapti. Alt qilsanglar, nabarot qaytarib beryapti. Mana alt qilsanglar minusga, Ctrl qilsanglar plyusga. Xudo xolisi mana buni alt bilan bitta bosamiz, bo'ldi. Mana sozlamalar chiqdi. Mana bu kubik o'chgani uchun. Mana o'ng tomonda sozlamalar. Xudo xolisi endi kamerada qarash uchun nima qilamiz? Kamerada qarash uchun klaviaturadiga ruscha S harfi o'shani bosamiz. Bossak mana o'tadi kameraga. Pastdan ko'rinib qoladi bizga. Nima uchun kamerani aytib ketaman? Chunki Corona kamera hisoblanadi mana. Corona kamera. Coronani ishlash uchun bu video xudo xolisi olinyapti. O'shani hisobiga kamerani ham aytib ketishim kerak. Frontdan qaraymiz. O'zimizga mana buni ham belgilaymiz. Belgilab turib, o'zimizga kerakli balandlikni belgilab olamiz. Buni ham oldingi videoda aytib ketgan edim. Yana bitta takrorlab o'tamiz. Misol uchun 1.60. 1.60 ko'tardim. Odamni bo'yidek bo'lsin dedim. Buni o'chiraman. Mana sozlamalar chiqdi.
S ni bosaman, bo'ldi. Shift bilan F knopkasini bitta bosaman, render oladigan rakursiga o'tadi. Biza bu yerda mana bu sozlamalarga o'tamiz. Qaranglar, o'tmasdan turib F10 knopkasini bossanglar ham o'tadi. Mana F10. Buni koronaga o'tkazib olamiz. Korona material, korona kamera, bizda korona bo'lgani uchun koronaga o'tkazamiz. Vrayda ishlasanglar, Vrayga o'tkazib olasizlar. Common degan bo'lim bor. Common degan bo'limga customga o'tkazamiz. 2000 ga 3000. Mana shu formatda bizga rasmga render qilib bersin. Mana shu formatda. Bo'ldi. Buni endi scan bo'limi bor. Scan bo'limiga o'tamiz. Scan bo'limida bizda noise limit degan narsalar bor. Qaranglar, bu renderinglarni qancha vaqt bo'lishi, qanchalik sifatli bo'lishi, necha daqiqa bo'lishi hammasini hisoblab beradi bu. Xohlasanglar past limit qilib qo'ysanglar bo'ladi. Har bitta pikselga ishlaydigan narsa past limit deyiladi. O'sha narsani ham yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun, hozir men noise level limitni bossam, 3% ga belgilasam, 3% bo'lganda avtomatik render to'xtaydi. Agar past limitni belgilasam, past limit 60 ta, 50 ta, 120 ta o'sha songa belgilab qo'yaman, o'sha songa yetganda to'xtaydi. Agar men vaqtni belgilab qo'ysam, shu vaqtga qarab ishlaydi. Misol uchun, yarim soatda 15 limit bo'lishi mumkin. Yarim soatda 30 ta limit bo'lishi mumkin. Bizi limitga hisoblamaydi, vaqtga belgilasam faqat vaqtga hisoblaydi. Qancha limit bo'lishi hamma renderda har xil chiqadi, chunki bizi vaqtga hisoblangani uchun. Misol uchun, kunbay ishi bor, oybay ishi bor. Kunbay ishda qilgan ishingizga yarasha olishingiz mumkin. Oylik bayda qilgan ishingizga emas, oylikni kutib, oylik olishingiz mumkin. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Bu yerda ham sodda qilib tushuntirganda shunaqa jarayon kechyapti, xudo xolis. Bizda bu yerda denoise degan narsa bor. Bu renderni yarkistini oshirib beradigan narsa. Tushunarliroq qilib aytganda, yaqinlashganda xiralashadi. O'sha xiralashgan shumni yo'qotib beradi. Buni biz Corona Hit Quality ga o'tkazib ishlasak bo'ladi. Buni o'zimizga kompyuterimizni xarakteristikasiga moslab turib ishlatsak bo'ladi. Agar yaxshi bemalol ishlaydi desanglar, 1 qilib qo'ysanglar, xudo xolisi bo'ladi. Bu o'zi maksimal 1 hisoblanadi. 2, 3 yo'q bunda. Bo'ldi. Xudo xolisi mana bu limitda ishlasanglar ancha yaxshiroq, chem vaqtga qaraganda. Mana vaqtni mana bu belgilasanglar bo'ladi. Bu yoqda pace limitni belgilasanglar bo'ladi, xudo xolisi. Bu yoqda noise belgilasanglar bo'ladi. Asosan 5%, 3% qilib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Bu yerga biz 5% qilamiz. 5% qilamiz. Render ko'rsatib ketaman buni ham. Nima uchun ishlashi, qanaqa ishlashi. Bo'ldi. Kameramizni nastroykasi. Mana kameramizni nastroykasi mana yaqinlashadi, kattalashadi. Qaranglar. Telefondan oriyentira oladigan bo'lsak, 2x olganinglar bilan 1x olganinglarning farqi bor. Xuddi shunaqa narsa. 0.5x olsanglar, yaqindan kelsanglar ham tepaga qo'yadi. Xuddi shunaqa narsa bunda ham mavjud. Mana buni 45 ni 90 qilsak 0.5 kameraga o'xshab oladi. Bu 45 ni nabrot 25 qilsak 1.5x, 2x qilib olgandek oladi. Sodda qilib tushuntirganda, telefondan oriyentira olganda. Xuddi shunaqa narsa bunda ham. Xudo xolisa, mana shunaqa qilib ishlayverasizlar. Buni 45 qilib qo'yamiz. Bizda mana bunaqa tip bor. Xudo xolisa, mana shu tipdan perspektiva, ortografik rejim bor mana. Ortografik rejim bor. Bu yerda bizni ko'rgan bo'lsanglar 360 renderli qilishadi. Shu 360 renderni mana mashidan qilsanglar bo'ladi. Mana 360 qilsak, mana 360 olib beradi. Bu yerda ko'rinmaydi. Bizni interaktiv render yoqsak, qaranglar, interaktiv render degani renderdan oldingi yorug'liklarni sozlab olishingiz uchun 3D Max da render holatiga ko'rsatgandek qilib ko'rsatib beradi, lekin piksellari 100% render bo'lgandek qilib bera olmasligi uchun interaktiv render deyiladi.
Start interaktiv bossak, bizaga interaktiv qilib beradi. Buni plus tomoni renderda joylashuvni o'zgartirsak, renderda o'zgarmaydi. Start interaktivda o'zgartirsak, o'zgaradi. Renderdan oldingi holatini ko'rib olish uchun bu narsa. Nastroyga kiramiz. Nastroyga kirgandan keyin mana bu yerda scan environment degan bo'lim bor. Buni single map code qilsak, xudo xolisa mana 360 ko'rasizlar, 360 ni belgiladim. Buni perspektivaga o'tkazib qo'yaman. Mana bu o'zini holatida kirganingizda shu holatda turadi. Buni single map code qilib qo'yaman. Buni rangini o'zgartirsam ham bo'ladi. Bu yorug'ligi hisoblanadi. Yorug'ligini sozlamalari bu. OK qilamiz. Pastda bizda orqa fonni ranglarini bersak bo'ladi. Mana. Orqa fonni nima rang qilmoqchimiz? Qizil qilmoqchimizmi? Xuddi shunaqa ishlasanglar bo'ladi. Buni qora turadi. OK qilamiz, o'chirib qo'yamiz. Reset settings qilsak, qilgan sozlamalarimiz barchasi boshqatdan bo'lib qoladi. Mana OK ga bossak, qaytadan bo'lib qoladi. Bizda light mix bo'limi bor. Light mix bo'limiga biza chiroq qo'shsak bo'ladi, xudo xolisa. Light mix beramiz. Light mix bergandan keyin light select qilib turib, plus bosib, o'zimizning chirog'imizni qo'shib ketsak bo'ladi. Mana light mix plus qilamiz, o'zimizning chirog'imizni plusga qo'shib ketsak bo'ladi, xudo xolisa. Xuddi shunaqa ishlasanglar bo'ladi. Kamera nastroyka qilganingizda Ctrl Z qilmanglar. Ctrl Z qilganinglar bilan kamera nastroykasi orqaga qaytmaydi. Obyektivlarda naborot, obyektivlar orqaga qaytib ketib qoladi. Chizgan narsanglar, qilayotgan ishinglar orqaga qaytib ketib qoladi. Kamerada hech qachon ishlamaydi. Kamerani o'zi ishlaydi, lekin bu F10 ni bosib kirganingizda common bo'limida kamerada Ctrl Z ishlamaydi. Shuning uchun shu narsalarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Bo'ldi, xudo xolisa. Shu render qilish. Hozir bunga material beramiz. Render qilishni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bunga material berishdan oldin pol chizib olamiz. Pol bilan patolog chizib olamiz. Xudo xolisa, birni bossak, kattalarni o'chirib olamiz. Pastga tushirib, xuddi shuni tepaga qo'yib olamiz. Bo'ldi. Bunga ham alohida material bersak bo'ladi. Bu bilan bunga boshqa material bersak bo'ladi. Bu Corona'ning o'zini materiali, u haqida ham ma'lumot bergan edim oldingi videoda, xudo xolisa. Xo'p, konkret bitta oldik. Bo'ldi, pastga beramiz. Umap berib, sizlar tushunarliroq bo'lish uchun mana beton tekstura bo'ldi bu. Beton tekstura, tepasiga mana devor tekstura. Xudo xolisa berdik. Qora bo'lsa bo'ladi. O'zingizlar yoqqan rangni tanlab olsanglar bo'ladi. Mana seriya beramiz. Bitta bosamiz, ko'chani ham bosamiz, xudo xolisa. Bo'ldi, kameradan qaraymiz. Bunga pol chizib olamiz, ya'ni yer chizib olamiz, katta yer. Bo'ldi, xudo xolisa, kameraga o'tamiz, Shift F bosamiz. Bu yoqqa ham betonni berib olamiz. Bo'ldi, beton tekstura bo'ldi. Box bo'ldi, beton tekstura bo'ldi, xudo xolisa. Mana shu holatda bo'ldi. Bu obrazes uchun, sizlarga tushunarli bo'lish uchun bu xonani tayinladim, xudo xolisa. Bo'ldi, biz F10 ni bosamiz. F10 ni bosgandan keyin render sozlamalaridan o'zimiz kerakligini tayinlab olamiz. 2000 3000 bo'lsa, bo'ldi. Bu ketdi, xudo xolisa. Endi biz light mix qo'shib olishimiz kerak. Boygi bo'limdan light mix qo'shib olamiz. Light mix, light select ga kiramiz. Xudo xolisa, bo'ldi. Bizga nima uchun kerak? Mana bu yerda yorug'likni, sozlamalarni qilish uchun kerak bo'ladi. 0.5 o'zingizga kerakligini qo'yaverasizlar. 0.5 1x qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Bu yoqda mana bu ham yorug'ligimizning sozlamalari. Buni ham 1 qilsak bo'ladi. Men buni sarg'aytirsak, ko'kartirsak bo'ladi. Balansi bu yorug'likning balansi, xudo xolisa. Yashil rang nisbatan qo'shsak bo'ladi. Misol, hovli chizsanglar yoki yashil zonani chizsanglar, mana shu funksiyalarni ishlatsanglar bo'ladi. 0 qilamiz. Bu kontrasti 5 qilsak bo'ladi, 10 qilsak bo'ladi. O'zingizga kerakligini qo'yaverasizlar. Shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Saturation bu, misol uchun qizil rang chizsak, qizilni bo'rtibroq ko'rsatib beradi. Mana 3, mana bo'rtibroq ko'rsatib beradi.
ranglarni bortibroq ko'rsatib beradi. Kontrast tepada bu XO degan bo'lim. Bu kontrastga qarama-qarshi, kontrastni nabaroti bu. Sodda qilib aytganda, yorug'likni misol yorug'lik bersanglar, yorug'likni misol uchun lampochkaga qaragan paytingizda lampochka kamerada yorug' bo'lib ko'rsatib beradi. O'shani yorug' bo'lib ko'rsatib berish funksiyasi bunda teskari ishlaydi. Bir qilsanglar, nabarot yorug'likni kamaytirib, aynan o'shani o'zini olib beradi. Agar 0.5, 0.3 qilsanglar, nabarot yoyib yuboradi, yorug'lik vijir-vijir bo'lib ketadi. Xuddi shunaqa narsa bu yerda ishlaydi. Bu yerda qo'shimcha bo'limlarimiz mavjud. Kontrast qo'shsanglar bo'ladi. Yana ham qo'shsanglar bo'ladi kontrast. Mana qo'shib ketaversanglar bo'ladi kontrast. Bu yerdan delete qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Vignette bo'limiz bor. Render qilayotganda mana bunaqa Photoshopga olib kirib, tayinlab o'tirmaysizlar mana chetini o'ziga. Buni oqartirsanglar bo'ladi, qoraytirsanglar bo'ladi. O'zingizga ma'qulini qilib ishlayversanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu yerda lut bor. Lutimiz mana har xil o'zimizga qaysi biri chiroyliroq bo'lsa, qaysi biri qilayotgan dizaynimizga mosroq bo'lsa, yorug'ligi yoki qorong'uligi o'zimizga moslab olib ishlatsak bo'ladi, xudo xolis. Bu yerda bloom bo'limimiz bor. Bloom bo'limimiz chiroqlarimizni yoritib beradi. Mana hozir misol tariqasida chizib beraman. Mana shuni oladigan bo'lsak, boyga render elementsga kiramiz. Light mixga light select qilamiz. Light select qilib turib, plus bosib qo'shib yuboramiz buni. Sizlarga misol tariqasida mana bunday qildik. Interaktiv yoqamiz. Mana hozir bloom yoqu. Mana bloom yoqu hozir. Bloomni mana buni o'chirib qo'ysak, mana farqi. Yoqib qo'yamiz. Mana o'chirib qo'yamiz. Xuddi shunaqa ishlaydi bu. Botda bloomni yoritib berishini ko'proq, kamroq qilsak bo'ladi. Misol uchun men buni 0.3 qilaman. Mana 0.3 qilganimda kamaydi. Mana 1 qilaman. Ko'paydi mana. Xuddi shunaqa o'zingizlarga kerakli sozlamalarni to'g'irlab olsanglar bo'ladi. Bu yerda sharpening bo'limimiz bor. Bu asosiysi. Buni yoqmasanglar renderinglar sifati pasayib qoladi. Buni qaranglar 0 qilaman men. 0 qilib buni 5 qilsak misol uchun mana bu o'chirdik, yoqdik. Yaqin qilib ko'rsataman. O'chirdik, yoqdik. Mana shumini yoqib beradi sharpening bo'lib. Mana o'chirdim, yoqdim. Xuddi shunaqa shu uchun kerak bo'ladi, xudo xolisa. Shunaqa ishlasanglar bo'ladi. Interior degani ichki qism degani, ma'lumot uchun, exterior degani tashqi tomon degani. Ichki tomon interior, tashqi tomon exterior. Denoise bo'limimiz hozir o'chuv, boya yoqdik. Nimani hisobiga o'chiq? Bu renderda ishlaydi faqat. 3ds Max tomonidan xuddi shu narsa, xuddi shu funksiya orqali ishlaydigan qilib qo'yishgan dasturchilar. Shuning uchun, xo'p, biz bu yo'ni 5% qilib berdik. Bo'ldi, bizga 5% bo'ldi. Endi mana shu render hisoblanadi. F9 knopkasini bossanglar ham bo'ladi. Shift Q knopkasini bossanglar ham ishlaydi, xudo xolisa. Biza sozlamalar orqali bu yoqdan ham yoqsak bo'ladi. Render tugmasini bossak bo'ladi. Bosdik renderni. States bo'limiga o'tsanglar, mana bu yerda barcha sozlamalarni ko'rsatib turadi, qanaqa jarayonda, nima jarayonda. Mana bu pace limit bo'limimiz, mana bu pace total bo'limi, mana shu uchun ishlaydi. 5 ta hozir bo'ldi. Bizi 5 taga yozmaganimiz uchun hozir 5 ta bo'lib to'xtadi. Agar buni 50 ta qilsak, 50 ta bo'lganida to'xtaydi. Hozir bizi asosiy rakursni noise ga qaratganimiz uchun mana 5% bo'lganida xudo xolisa to'xtaydigan qilib yoqib qo'ydik. Bo'ldi, renderimiz tugadi, xudo xolisa 5% da shu holatga keldi. Agar buni yana ham yarkistini, sifatini yaxshilashmoqchi bo'lsanglar, piksellarni kamroq bo'lsin desanglar, mana buni 5% kamaytirib borsanglar bo'ladi. 3% qilsanglar, bundan da yaxshiroq render qilib beradi. Bu funksiyalar nimaga yoqiladi? Ma'lum bir vaqtgacha qilib beradi. Sizlar bularni yoqmasdan qilsanglar, to'xtamaydi. 24 soat, 48 soatlab renderinglar to'xtamasdan ishlab yotaveradi. O'shaning uchun mana shunaqa limit qo'yiladi har doim. Bu limit
render vaqtini taxminan ko'rsatadigan funksiyasi ham bor, xudo xolisa. Mana bu o'ng tomonda render yoqqanimizda chiqadi. 4 sekund bo'ldi, boshlanganiga 5 sekund bo'ldi deydi. Sani bergan 5%gacha qancha vaqtda qilib berishim mumkinligini ham aytadi. Shunaqa deb yozuv chiqadi, xudo xolisa. Mana 3 ta bo'ldi hozir. Mana 5 ta bo'ldi. Boyigini belgilasak, o'sha uchun ishlaydi. Mana pace limit uchun ishlaydi. Agar mana shu pace limitni asosiyga belgilasak, mana mana chiqdi. 42 sekunddan keyin 39 sekunddan keyin mana 25 sekund уже. 25 sekunddan keyin уже 5% bo'ladi, rendering tugaydi degan xabarni beryapti bizga mana. O'shaning uchun mana shu bo'limni qarab ishlayversanglar bo'ladi, xudo xolisa. Bo'ldi, 5% bo'ldi, to'xtadi. Asosiylardan bittasi rasmni saqlanib qilib olish. Mana bu bloom yoqilgani uchun bloomni turibdi. Bloomni o'chirsak mana o'chadi. Bloomni yoqamiz. Mana. Bo'ldi. Asosiylardan bittasi saqlanib qilib olish. Mana saqlanib qilib olish uchun shu save bitta bosamiz. Saqlanib qilmoqchi bo'lgan joyimizga belgilaymiz. Render qildik, misol uchun. Bizda formatlar mavjud. JPEG format, AVI format, BMP format, mana shu o'zimizga kerakligini belgilab olsak bo'ladi, xudo xolisa. O'zi asosan JPEG bilan PNG da ishlanadi. JPEG qilsanglar orqa tomoni bilan billa olib beradi. Agar PNG qilsanglar orqa tomoni siz olib beradi. Hozir xuddi shu narsani sizlarga ko'rsatib beraman. Mana JPEG qildik. Render JPG deb saqlanib qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Save. Mana bu shu narsa bor. Bu narsani screenshot qilib olsanglar ham bo'ladi. Ishlayotgan paytingizda render tugagandan keyin ancha asqotadi sizlarga. Mana shu bo'limni bu yoqqa o'tkazsak pasayib boraveradi. Chap tomonga o'tkazsak oshib boraveradi. Kачествоmiz oshib boraveradi. OK bosamiz. Bo'ldi. Yuklandi. Endi sizlarga PNG qilib ko'rsatib beraman. PNG qilamiz. JPG ni PNG qilamiz. Bo'ldi. Saqlanib qildik. Mana shu bo'lim ham o'rtadagini qilsanglar eng yaxshirog'i hisoblanadi. OK. Endi рабочий stolga o'tamiz. Hozirgi rasmni ko'ramiz. Mana bu JPEG hisoblanadi. JPEG orqa foni, oq foni turibdi. Boya aytib o'tganimdek, PNG da orqa fonsiz saqlanib qilib beradi. Orqa fon deganda sizlar line, rectangle, devor chizsanglar uni o'chirib beradi degani emas. 3D Max o'zini fonini o'chirib beradi. Mana PNG orqa fon yo'q. Mana JPEG orqa fon bor. Sodda qilib aytganda JPEG da qanday rasm bo'lsa, xuddi shunday yuklab beradi. PNG da xuddi o'shani orqa tomonini yo'q beradi. Orqa tomon deganda o'sha 3ds Max o'zini fonini yo'q beradi orqa tomoniga. Bo'ldi. Xuddi shunaqa X bossanglar bo'ldi, ishlayverasizlar. Kamerada turib, mana bunaqa o'zgartirsanglar, kameranglar o'zgarib ketib qoladi. Misol tariqasida ko'rsataman. Alt W ni bosamiz boyiga. Mana shu tomonda mana shu ikkitalik kerak bo'ladi. Oldingi videoda aytdim, lekin amalda ko'rsatmadim. Bugun ko'rsataman. Mana kameraga o'tib oldik. Bu yoqda kameraga o'tib oldik. Buni bu yoqdan qaraymiz. Kamerani sozlamoqchimiz. Qanaqa ko'rinishini bitta rakursda bila olmaymiz. Buni Alt W ni bosib, bu yoqni kameraga o'tkazib olib, mana oldiga, orqaga mana shunaqa o'zimizga kerakli qilib to'g'rilab olsak bo'ladi. Bu yerda mana bu bo'limda qatga ko'proq bo'lsin, ko'proq yaqinroq bo'lsinmi, uzoqroq bo'lsinmi, 0.5x bo'lsinmi, 1x bo'lsinmi, sodda qilib aytgan, xuddi shu nastroyani to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Mana uzoqroq, yaqinroq, o'ng tomonni, plus tomonni, ikkitaligini plus tomonni, o'ng tomonga, bir yoq tomonga kamerani bir yoq tomonga o'zingizlar ishlaydigan joyiga belgilab olsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Mana shu tartibda ishlayverasizlar. Bo'ldi. Kamerani o'ngga chapga qilsanglar, o'ynab ketib qoladi. Bitta rakursda ishlamoqchi bo'lsanglar, kameradan chiqib ketish uchun P knopkasini bosasizlar. P, ya'ni perspektivaga o'tadi. P ni bitta bossanglar, bo'ldi. Kameradan chiqib ketdi. Mana
kameradan chiqib ketdi, o'zgarmaydi. Mana bu chet qora, shift F bossanglar o'zini holiga qaytadi. Yana shift F bossanglar kamerani olib beradigan rakurs holatiga qaytadi. Shift F bosamiz, mana. Bo'ldi, xudo xolisa. Mana betonimizning teksturasi bu. Teksturi bo'yicha, material bo'yicha xudo xolisa 3ds Max o'zidan olsanglar bo'ladi. Agar sizlar ishlaydigan real hayotda bor narsani 3ds Max dan topa olsanglar, agar xudo xolisa mana bo'limlarimiz bo'ldi. Xudo xolisa kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa bundan qiziq ma'lumotlar xudo xolisa joylab boraman. O'zimga kerakli ma'lumotlarni ishlayotgan paytimda xudo xolisa jonli efir tarzida YouTube ga joylab boraman. Translyatsiya bo'limiga o'tsanglar YouTube'da xudo xolisa o'sha yerda ko'rib kuzatib borsangiz bo'ladi. Proyekt tuzish jarayonimdan lavhalarni 2 etajli uy boshlagan edim. Xudo xolisa o'shani tugatib, render holatigacha bo'lgan jarayonni videosi xudo xolisa translyatsiya bo'limida jonli efir tarzida video kesilmaydi. Jonli efir tarzida o'tadi xudo xolisa. Instagram sahifa mavjud, Telegram sahifa mavjud. Instagramda shorts formatda videolarni kuzatib borsanglar bo'ladi xudo xolisa. YouTube'da ham shorts formatda videolar mavjud xudo xolisa. Telegramda ishlash jarayonidan lavhalarni, yangiliklarni, rasm yangiliklar, video yangiliklar qilaman, dumaloq xabar qilib tashiyman yangiliklarni. Ijtimoiy tarmoqdan topgan arxitektura bo'yicha, dizayn bo'yicha topgan yangiliklarimni Telegram kanaliga tashab boraman. Xudo xolisa o'tib olsanglar, bemalol kuzatib borsanglar bo'ladi xudo xolisa. Bundan oldingi video profilda 3D Max ga kirish, ishlash jarayoni qanaqa ishlanadi, barchasi xudo xolisa profilda joylangan. Hammaga rahmat, ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Kuningizlar xayrli va barakatli o'tsin.